Dadasi, menga pul bering. Nimaga? Salonga borib labim filler qildirmoqchiman. Mayli. Hozir hamma qildiryapti-ku. Yaqinda ham nimadirlar qildirib kelding-ku? Yaqinda bitta dugonam shunaqa qildirgan ekan. Juda ham chiroyli ko'rinibdi. Havasim keldi. Sen erlayapsan, xabaring bormi? Menga to'ydan oldin ham, hozir ham boringcha yo'qasan. Hozir hamma shunaqa qildiryapti. Yo'qdimi? Menga qara, men senga yana qaytarib aytaman. Men seni boringcha yaxshi ko'rib uylanganman. Agar ko'chadan u bukimni e'tiborini tortmoqchi bo'lsang, o'zingga qaratmoqchi bo'lsang, uni ayt, o'shani gaplashaylik. Nima deganingiz bu? Shukr qilding. O'zi har doim shunaqa. Oshna og'aynilaringizga, onangizga, dadangizga, singlingizga, ukangizga hammaga pul topiladi. Menga kelganda yo'q. Yana shuncha gap. Bilasanmi? Senga nima qilib bersam ham, qancha pul bersam ham, tillodan uy qurib bersam rozi qila olmasam kerak. Nimagaligini bilasanmi? Chunki sen ham, men ham sizga al-musavvir rozi qila olmagan insonni bandasi rozi qila olmaydi. Mana seyfni kalitib, xohlagan narsangni ol. Xohlagan ishingni qil. Men oilamdan, sendan hech qachon hech narsani qizg'anmaganman. Lekin bitta narsani unutma. Noshukur insonni hech qachon rozi qilib bo'lmaydi.